Bog'bon mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi Hurliyev Ahmad ota hamda Sultonova Salomat ayalarining bugungi kunda ham o'zaro mehr, hurmat va sadoqat ila farzandlari hamda mahalla ahli uchun ibrat bo'lib kelmoqda. Bir umr davomida hayotning turli sinov va quvonchlarini yelkama-yelka yengib o'tgan ushbu nuroniy insonlar oilaning muqaddasligi, sabr-qanoat va oqibatning yorqin namunasidir. Bugun farzandlar kamoli, xonadon fayzi va mahalla hurmati ichida umr kechirayotgan ushbu nuroniy ota-onaning hayot yo'li yosh oilalar uchun katta maktabdir. Bugungi davra suhbatidan so'ng oila davrasida avvalgi yillarga oid esdalik suratlar tomosha qilinib, unutilmas xotiralar yodga olindi. Samimiy va iliq muhitda o'tgan uchrashuv davomida yoshi ulug' nuroniylarga hamda oila a'zolariga nuroniy jamg'armasi tomonidan esdalik sovg'alari topshirilib, ularga hurmat va e'tibor ko'rsatildi. Mehr-muhabbat, sabr va oqibat bilan qurilgan oila jamiyatning eng mustahkam tayanchidir.